Bemorimiz 25 yosh, bizga kelishidan 20-22 kun oldin yo'l transport hodisasi natijasida tan jarohati olgan. Xo'p, yashash joyida tuman miqyosida birinchi yordam shoshilinch tez tibbiy yordam bilan birinchi yordam olib gips qo'yilgan. Vrachlarning maslahati asosida MCKT tekshiruv qilingan. MCKT tekshiruvda xo'p, 10 yelka suyagini o'rta pastki uchligidan yopiq parchalanib singanligini belgilarini ko'rganmiz. Sinovda holatini ko'rib turibsiz. Proksimal oddel, distal oddel, ikkita atlomka. Bunday sinish travmatologiyada parchalanib sinish holati deb baholanadi. Eng xavfli tomoni bunday sinishda nerv qon tomir puchog'ini askolkalarda shikastlab qo'yish holati ehtimoli ko'proq bo'ladi. Imkon darajasida bunday diagnozli, bunday sinovlarda ochiq usulda umumiy holatni tiklab qo'yish talab qilinadigan holat. Shu asosda bemorimizni operatsiyaga tayyorladik. Operatsiyadan ochiq usulda tayyorgarlik ko'rdik va yopiq usulda bios holatga tayyorlab kirdik operatsiya jarayoniga. Operatsiya jarayonida bios qo'yish imkoni bo'lmadi, chunki o'rtada turgan atlomkalar biosni suyak kanali bo'ylab harakatlanishini, bios shtiftimizning harakatlanishini to'sqinlik qilgani uchun ochiq usulda immobilizatsiya yoki fiksatsiya qilish holati taqozo qildi. Shunga asosan bemorda 10 yelka suyagini ochiq repassiyasi va ekstramedular ostosintez bloklovchi plastinka shuruplarni ostosintez qilish amaliyotini bajardik. Amaliyotdan keyingi bugun Xudo xolasa 6-sutka, amaliyotning 3-sutkasidan keyin bemorda kontrolni rentgen qildik. Kontrolni rentgenda mana bemorning holatini ko'rsak bo'laveradi. Mana kontrolni rentgenda siniq holatlari stabil joyiga kelgan, sinov bo'laklari stabil joy-joyiga fiksatsiyalangan, distal va proksimal bo'laklarda o'q to'g'riligini ikkala proyeksiyadagi rentgen tasvirida ko'rishimiz mumkin. Operatsiya jarayonida shu narsaga e'tibor berdi, ochib ko'rganimizda singan sohaga juda yaqin holatda bilak nervini yaqin turib shikastlanish omillikka moyilligi baland holatligi aniqlandi. Albatta operatsiya jarayonida bemorni o'sha bilak nervini shikastlash ehtimolini kamaytiruvchi chora tadbirini qilib, nevroliz qildik. Bilak nervini atrofdagi yumshoq to'qimalarga orasiga olib yashirib qo'ydik. Ortiqcha повреждение bo'lishini oldini olgani. Hozir 5-6-sutka bemorimizda jarohatini holatini ko'ramiz. Albatta bo'g'imni ichidagi gematomani oldini olish maqsadida ikkilamchi infeksiyani oldini olish drenajlash amaliyoti qilganmiz. Drenajimizdan 18 ml atrofida gematoma ajralib chiqish holati kuzatilyapti. Jarohatni birlamchi ko'ramiz. Mahalliy ko'rganimizda qo'ldagi shishlar qaytgan, kaftdagi, bilak kaf sohasidagi, yelka sohasida, operatsiya sohasidagi shishlar qaytgan. Nisbatan operatsiya zonasida ozgina shish saqlanib turibdi. Drenajimiz ishlab turibdi. Jarohatlar birlamchi qoniqarli bityapti. Birlamchi qoniqarli bityapti. Bemorda hech qanaqa isitma holati yoki yaralarni suvlash holati Xudo xolasa kuzatilmayapti. Kutilayotgan natija risoladagidek ketyapti. Xudo xolasa shu tempda kelsa bemorda tez kunlarda ijobiy natija yuzaga chiqib, bemor imkon darajasida erta reabilitatsiya davriga o'tkazishga harakat qilamiz. Jarohatlarni birlamchi obработка qilyapmiz spirtli eritma bilan.